ozgina orqangizda qisib o'tirsangiz siydingizni ushlab tura olasiz. Bu yosh o'tgan sayin erkaklarimizda prostata bezi adenomasi bilan bog'liq muammolar paydo bo'ladi. Buni ko'pchilik holatda turli xildagi reklama qilinadigan keraksiz batlar, biologik faol qo'shimchalarni ichgan holatda vaqtni o'tkazishadi va kasalliklarni og'ir holatga eltib qo'yishadi va buning natijasida bemorlarimizning ko'pchiligi faqatgina operatsiya yo'li bilan bu kasallikdan qutula oladi. Bu videomizda buni uy sharoitida qanaqa qilib davolasak bo'ladi va uy sharoitida bezni kattalashtirmaslik uchun Yevropa standartlari bo'yicha qanaqa dorilar ishlatiladi, shu haqida ma'lumot beramiz. Demak, prostata bezi adenomasi nima? Prostata bezi adenomasi bu prostataning o'lchamini kattalashishi hisoblanadi. 45 yoshdan oshgan erkaklarda bu taxminan 60-70% ga yaqin erkaklarda bu holat kuzatiladi. Ya'ni juda ham katta qism. Faqatgina prostata bezi adenomasini kimlardadir muammo chaqirishi mumkin, kimlardadir esa u birozgina kattalashgan bo'lgani bilan ham ularda hech qanaqa belgilar bilan bezovta qilmasligi mumkin. Va shu prostata adenomasini uy sharoitida qanaqa davolashimiz mumkin, shuni to'liq gaplashib o'tamiz. Undan oldin prostata adenomasi nima ekanligini qisqacha tushuntirib bermoqchiman. Demak, bizning organizmimizda buyraklarda siydik hosil bo'ladi va siydik naylari orqali qovuqqa tushadi. Qovuq to'ladi. Qovuq to'lgandan so'ng qovuqni qisqarishi natijasida bu siydik tashqariga chiqariladi. Organizmda shunaqa mexanizm yaratilganki, ichkari tarafdagi darvozalar mavjud va tashqari tarafdagi darvozalar mavjud. Tashqari tarafdagi darvozalarni biz boshqarib bilamiz. Ya'ni segiz kelib qolsa, ozgina orqangizda qisib o'tirsangiz, siydingizni ushlab tura olasiz. Bu siz mana bu tashqaridagi sfinkterlarni, ya'ni o'sha darvozalarni boshqarishingiz tufayli ro'y beradi. Lekin mana bu ichkaridagi darvozani boshqarish qiyin hisoblanadi. Qovuq bo'yinchasida joylashgan. Endi asta-sekin nima uchun erkaklarda prostata adenomasi yuzaga kela boshlaydi? Yosh o'tishi bilan testosteron miqdorida o'zgarish bo'ladi va uni dihidrotestosteron degan shunaqa moddaga aylanish ro'y beradi va bu esa asta-sekin prostata bezini hajm jihatidan kattalashishiga olib keladi. Endi prostata bezi adenomasi bo'lgan erkaklarda o'zi qanaqa shikoyatlar bo'ladi? Siydik qolib ketishi, siyganda kuchanib siyish, to'xtab peshob qilish. Bundan tashqari siyishni boshlashdan oldin bitta kuchanib oladi har doim. Siydik oxirida esa juda ham ko'p tomchilab qolib ketishlar ro'y beradi. Har 2-3 soatda tez hojatga borish va hatto kechalari 2-3 marta uyqudan turish holatlari ham kuzatiladi bunaqa erkaklarda. Endi odatda prostata bezi adenomasini rivojlangandan so'ng ko'pchilik bu holatni vaqtida bilmaydi. Bu narsani vaqtida oldini olish va nazorat qilish uchun keyinchalik bu adenomani yomon, masalan, onkologik kasalliklarga aylanib ketmasligi uchun tavsiya qilamiz. 40-45 yoshdan oshgan erkaklarda albatta hech bo'lmaganda bir yilda bir marta urolog ko'rigi zarur hisoblanadi. Demak, mana bu siydik yo'li orqali, siydik kanali orqali siydik tashqariga chiqadi. Prostata bezi kattalashsa, u kattalashishi ikkita yon tarafga bo'lishi mumkin yoki bez qovuqni ichiga qarab o'sib kirishi mumkin. Qovuqni ichiga qarab o'sganda, qovuq qisqarib siydik chiqayotganda bu bezni ichkariga qarab o'sgan qismi xuddi yo'lni klapan sifatida yopib qo'yadi va bunaqa bemorlar siygan paytda to'xtab uzilib siyish holati kuzatiladi. Ya'ni bu ichkariga o'sgan prostata bezi adenomasi bu yaxshi emas, chunki buni dorilar bilan davolash anchagina qiyin hisoblanadi va asta-sekin bu prostata bezi adenomasi ichkariga qarab o'sib to'liq siyishiga xalaqit beradi va bunaqa bemorlar faqatgina operatsiya yo'li orqali shu ichkariga o'sgan bezni olib tashlash orqali yaxshi siyishlari mumkin bo'ladi. Endi agarda bez siydik kanali tarafga qarab o'sgan bo'lsa va siydik kanalining yo'lini yopgan bo'lsa, ya'ni ustida siydik chiqib ketishiga xalaqit beryapti. Bunaqa paytda bizda dorilarimiz juda ham yaxshi ishlaydi agar uni to'g'ri qo'llaydigan bo'lsak. Demak, prostata bezi adenomasini davolash uchun Yevropa standartlarida qanaqa dori vositalaridan foydalanadi? Birinchisi, alfa adrenoblokatorlar. Alfa adrenoblokatorlar, bularning vazifasi mana shu yerdagi alfa adrenoblokatorlarning vazifasi mana shu yerdagi ichki darvoza
hamda prostata bezini ichki o'sgan qismini yo'lini ochib beradi va shuni hisobiga qovuq qisqarganda siydik yaxshi tashqariga chiqib ketadi. Alfa adrenoblokatorlarni ko'pchilik prostata adenomasi bilan bezovta bo'lgan bemorlar bilishadi. Tamsulazin, silurazin kabi dori vositalar va albatta bu dori vositalar shifokor ko'rigi bilan berilishi kerak. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri olib ichishingiz o'ziga yarasha oqibatlarga olib kelishi mumkin. Chunki har doim ham har bir odamga to'g'ri kelmaydi. Demak, alfa adrenoblokatorlar bu Yevropa urologlar assotsiatsiyasi tomonidan prostata adenomasini davolash uchun kiritilgan dori vositalaridan biri hisoblanadi. Endi ikkinchisi tabiiy qanaqa o'simliklardan? Tabiiy o'simliklardan Serena repens degan o'simliklar bor. Bular aynan prostata bezi adenomasini o'sishini to'xtatadi, siydikni yaxshi chiqib ketishiga yordam beradi. Buni ko'pchilik Prostamol Uno nomi bilan biladi. Ya'ni bu brendni reklama qilish emas. Serena repens mavjud bo'lgan dori vositalar o'sha ichilishi orqali bular tabiiy holatda yordam beradi. Lekin bu Prostamol Uno, o'sha Serena repens tutuvchi preparatlar prostata bezi adenomasini juda ham, ya'ni mana bu alfa adrenoblokatorlardagiday effekt berishi ozgina qiyinroq bo'ladi. Undan tashqari alfa adrenoblokatorlarga qo'shimcha 5 alfa reduktaza ingibitorlari prostata bezini o'sishini to'xtatib berishga yordam beradi. Chunki bizda prostata bezida shunaqa jarayon bor, testosteronni degidrotestosteronga aylanadi va bu bezni o'stirib yuboradi. Mana shu bezni o'stirib yuboradigan moddani hosil bo'lishini bu kamaytiradi va 5 alfa reduktaza preparatlarini qo'llanish natijasida bezni o'sishi, hatto uzoq vaqt davomida ichib yurishi natijasida o'lchamlari kichrayishi ham mumkin. Shuning uchun ham agarda prostata bezi adenomasi bo'lgan bemorlar albatta shifokor ko'rigidan o'tib, alfa adrenoblokatorlar hamda 5 alfa reduktaza preparatlarini doimiy ravishda iste'mol qilib yursalar, prostata bezlarini eng minimal holatda o'smasdan hozirgi yaxshi siyib yurgan holatlarni saqlab qoladi. Ya'ni bu eng minimal holatda. Eng maksimal holatda esa prostata bezi o'lchamlari kichrayib, siyish naporlari yaxshilanib, bemordagi siydik bilan bog'liq muammolar yo'qoladi. Demak, uy sharoitida biza foydalanishimiz mumkin bo'lgan Serena repens preparatlari, alfa adrenoblokatorlar va 5 alfa reduktaza preparatlari asosan haqiqiy ishlaydigan dorilar, ya'ni haqiqiy effekt beradigan dorilar mana shu hisoblanadi. Qolgan har xil adenoma, prostatit uchun turli xildagi o'sha reklama qilinadigan biologik faol qo'shimchalar absolyut foydasiz hisoblanadi va bu Yevropa, Amerikada davolash standartlariga ham kiritilmagan. Demak, agarda prostata adenomasi bo'ladigan bo'lsa, diagnostika uchun albatta bemorlar prostatani o'zi orqali tekshirtirishlari kerak. Siydik tahlili, PSA analizlarini ko'rib, shifokor bilan maslahatlashib, yuqoridagi preparatlardan agar doimiy ravishda ichib yursalar, prostata bezi bilan bog'liq muammolar kamayadi va albatta nima uchun shifokor ko'rigi kerak? Ya'ni bemor yotib davolanishi shart emas, doimiy shu preparatlarni uyda ichib yursa ham effekti juda ham zo'r bo'ladi. Ya'ni nimadir kapelnitsalar yoki nimadir ukollar prostata bezini kichraytirib qo'ymaydi. Faqatgina bu dorilar qaysidir hollarda ishlatib bo'linadi, qaysidir hollarda ishlatib bo'lmaydi, qaysidir bemorlarda bularni qo'llash mumkin, qaysidir bemorlarda mumkin emas. Shuning uchun ham albatta uy sharoitida davolanishdan oldin shifokor ko'rigidan o'tish zarur hisoblanadi. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, prostata adenomasi agar sizni bezovta qiladigan bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali bog'lanishingiz mumkin. Albatta biz muammo bilan sizga yordam bera olamiz. Xo'p, sog' bo'ling, salomat bo'ling.